Yaxshi odamlar hali ham bor ekan. Mana shu uyda ayolimi boshlig'i sovg'a qildi aka. Yaxshi, hovling ancha kattagina ekan. Yarmini menga ber, sotib biznes qilib olardim. Uni bir keliningiz bilan gaplashib, maslahatlashib ko'rish kerak. Qo'shni, eringiz bitta ishchisiga uy beribdimi? Voy balam, ehtiyot bo'ling, tag'in yo'ldan urib qo'ymasin. O'rtalarda hech narsa yo'q. Eri nogironligiga olib berishibdi xolos. Ha, mayli, men aytdim, qo'ydim-da qizim. Mayli xola, ishimiz arildi. Yana gaplashamiz. Assalomu alaykum xolajon. Voy beting qursin, yana uyalmay salomam beradi, ahvoling qursin. Men bo'lmasa bor boshqalarga ham aytay, boshqalarda erini ham yo'ldan urib olmasin tag'in. Qara, sen Rossiyadan pul tashashni bilarding-a? U kichkina ukamiz Rossiyadan pul tashalmay yuribdi ekan senga. Ha, aka, shuncha yildan beri Rossiyada yuribdi. Tespa ilovasi borligini bilmasmikan? Tespa ilovasi orqali O'zbekistonning istalgan kartasiga, Uzkart, Humo, Visa kartalariga eng yaxshi kurslarda to'lov qilish mumkin. Xolasa so'mda, xolasa dollarda. Undan tashqari 50 dan oshiq svet, gaz, kommunal to'lovlarga to'lov qilish mumkin. Eng asosiysi, Tespa ilovasida biletlar ham arzon. Haqiqatan 1 minutga qolmay tushdi-ya. Bugun zo'r o'yinlar bo'ldi. O'shalarga tikib boramiz. Bari senga jab pul zarilmas-u. Ha, to'g'ri kerak emas menga. Assalomu alaykum. Keling aka, xush kelibsiz. Ha, kelin, keldingizmi? Nima bu ahvol? Ukamga bunday tuzukroq qarayapsizmi? Ozib ketganini qarang buni. Qarayapman qo'limdan kelgancha. Ro'zg'orga qiynalmaylik deb ishdan keyin qo'shimcha shamov olganman-da. Bahona qilmay, eringiz bo'lgandan keyin qaraysiz-da. Kerak bo'lsa yana qo'shimcha ish olasiz. Ha, aytganchani tashqarida turgan qozon o'chog'ida olib ketyapman. Marosim bor edi. Erim nimaga qolib ketdilar ekan? Erimning mashinasi bitta nima qilyapti? Aytdim-a, bularda bir gap bor deb. Hozir mansallar dabdalini chiqaraman. Hozir mansallar zapalini chiqarmasammi, videoga olmasam, andiq tan olmaydi bular. Aka, uyda o'tirish ham joningizga tekkandi. Men sizga ko'chani boshdan yaxshi ish topib qo'ydim. Osongina ish, faqat non sotib o'tirsiz bo'ldi. Kuniga 50 ming so'mdan pul berishadi. Eng qizig'i, uyga ketyapsiz, 2 ta non ham berishadi. Ha, aka, uyda o'tirish ham o'zi jonga tekkandi. Ha, ana bu boshqa gap. Aka, ko'chaga chiqsangiz, odamlarni ko'rib yozalarsiz. Xudo xolasa ertaga ko'rishamiz, aka. Hozir choy olib kel. Kelinglar. Uka, shunchalik puling ko'payib ketdimi? Begonalar uylasa vaqtsa, jiyanlaring bor edi. Bizga bersang bo'laverardi. Akam to'g'ri gapiryaptilar. Shu uyda sal arzonroq bersiz, o'zim ham olib qo'yaverardim, aka. Aka, uyalmaysizmi bu gapni gapirganda? Hali tug'ilmagan jiyanimgacha uchastkalarda olib qo'ygan bo'lsangiz. Sanchi yaqinda Dubaydan yangi do'kon ochibsan. Xudoga shukr, bizning oilamizda uyga muhtoj odam yo'q. Eslaringdan chiqib qoldimi? Kambag'allarda, boylarning molida haqqi bo'ladi. Xush kelibsizlar.